Koreyaga yana bitta talabamizga vizadan qo'lga kiritdik va bu talabamizga hozir hazil qilamiz va отказ chiqqan etib ko'ramiz. Ko'tarmayaptilar. Alo. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom, aka, sizmi? Rahmat, ishga charchamayapsizmi? Yo'q, yaxshi, rahmat. Qarang, hozir universitetda bitta yangilik kelibdi. Yangilik emas endi, biznes отказ beribdi sizda. Отказ beribdi, отказ chiqibdi vizis. Nima sabab отказ beribdi aka? Biz ham hozir o'shani o'rganyapmiz. Bilmadim lekin. Menimcha finansiviy tarafdan bo'lgan bo'lsa kerak-ku. Nima tarafdan? Finansiviy tarafdan o'qishga siz oxirgi patok topshirgandik, menimcha shu bo'yicha ham отказ bergan bo'lishi mumkin. Endi nima qilish mumkin aka uni endi? Endi qayta topshirib ko'ramiz yana kuzgi semestrga. Kuzgi semestrgami? O'zi to'g'risi bizda hali bir marta ham отказ bo'lmagan, o'sha kasbiy ta'lim bakalavr magistratura bo'yicha. To'g'risi birinchisi siz bo'ldingiz. Nima qilamiz endi? Yaxshi bo'lmoqchi ekanmi? Biz ham hozir o'shani o'ylab qilib turibmiz. Uni IELTS yangilab ko'rish kerakmi endi? IELTS necha edi sizda? 5,5. Bilmadim, endi IELTS dan bo'lmasa kerak. 5,5 ham qancha vizalarni olganmiz? Sizdan oldin 5,5 bilan juda ham ko'pchiligi vizalari chiqdi, muammo bo'lmadi. 5 topshirganimizga shunaqa bo'lganmi-ki? To'g'risi bilmadim lekin nima masala bo'lganini. Endi qayta topshirib ko'ramizmi, nima deysiz? Nima qilamiz endi? Hozir uydagilar bilan maslahat ko'raychi. Ayyo, maslahat qilmay turavering, tabriklaymiz, vizangiz chiqibdi. Voy aka, gapni yashayran, ammo muzlatdingiz sog'lom nomalaydi aka, bora. Bir emotsiyangizni ko'ramiz deydi endi bir. Ishini o'ray, muzlab hozir nima qilish bo'lyapti. Bir tomondan mana bolalarim uylanganman-dami, o'sha tarafdan ham yangilik o'xshamay qolyapti. Bu muammo bo'lib turadi-da. O'zi bugun ham telefon qilib so'radingiz-ku, viza nima bo'ldi deb. Senga qani bir ko'ramiz, nimadir keladi deb turdim. Chunki siz juda ham ko'p xabar olib turasiz bizdan, vizamiz chiqdimi deb. O'shanga bir hazillashib ko'rdik. Gap yo'q, omad, tabriklaymiz. O'qishlaringizga rivoj.